Assalomu alaykum. Bu videomizda Odoo va Telegram integratsiyasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni, Odoo orqali Telegramga hisobot yuborishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib Odoo App Store'ni ochib olamiz. Ya'ni Odoo'ning Play Marketi. Bu yerda prilojeneyalar, ya'ni ilovalar sotiladi. Qidiruvga Telegram deb yozamiz va To Do kompaniyasining Telegram Notifications and Reports degan prilojeniyasini ichiga kiramiz. Va u yerda ikkita knopka bor. Biz ikkinchisini Deploy on Odoo SH ni bosamiz. Bosganimizdan so'ng qaysi databazamizda bo'lishi kerak bo'lsa, shu databazamizni tanlaymiz. Va Open tugmasini bosish orqali databazamizga kiramiz. Va u yerda ko'rishingiz mumkin, Telegram yuklanyapti. Telegram databazamizga yuklanib bo'lgandan so'ng Connect tugmachasini bosish orqali kirib olamiz va ko'rishingiz mumkin, ilovalar ro'yxatimizda endi Telegram ham bor. Endi bizga Sales modulidagi hisobotlarni yuborish uchun Sales modulini o'zini yuklab olamiz. Sales modulini yuklab olganimizdan so'ng endi Odoo'ni Telegram bot bilan bog'lashimiz kerak. Bu uchun Settingsga kiramiz va u yerdan Telegram ilovasini tanlaymiz. Va ko'rishingiz mumkin, bu yerda ikkita forma bor. Buni to'ldirishimiz kerak. Birinchisi bot token va ikkinchisi webhook secret token. Buni biz bot tokenni bilishingiz mumkin. Bot Father botdan olamiz. Webhook secret tokenni o'zimiz yozamiz. Shundan so'ng brauzerni ochib olamiz va u yerda webhookimizni o'rnatishimiz kerak. Telegram bilan bog'langanini ko'rishimiz kerak. Ko'rdingiz, u successful bog'landi. Buni bog'lash uchun shunchaki boyagi Odoo SH da ko'rishingiz mumkin, qanday ketma-ketlikda qilish tushuntirilgan. Ya'ni siz bu yerda bog'lash uchun shunchaki shu berilgan tayyor shablonga o'zingizning webhookingizni hamda botingizni tokenini va configurationdan kirsangiz kompaniyangizning domainini ko'rishingiz mumkin. Ana o'sha yerdan domainni qo'shib qo'yasiz. Va endi bizga Telegramga yuborish uchun kontakt kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi bot orqali kimga yuborilishi kerak. Uning Telegram ID'sini olamiz. Bu uchun shunchaki contacts ilovasini o'tkazib olishimiz kerak va u yerdan New tugmasini bosish orqali yangi kontakt qo'shamiz va ismini kiritdim hamda Telegram username'ini. Foydalanuvchi botimizga start borsa, foydalanuvchining ID'si Contacts'da ko'rishingiz mumkin. Telegram chat ID da paydo bo'ladi. Va endi Sales moduliga kiramiz va u yerdan o'zimizga kerak bo'lgan Sales orderni ichiga kirib olamiz va pastda ko'rishingiz mumkin Send Telegram degan yangi knopka paydo bo'ldi. Uni ustiga bosamiz. Ko'rishingiz mumkin Receipts da endi risolat degan yangi foydalanuvchi bor. Kirgizamiz va report, qaysi reportni jo'natish kerak tanlaymiz va u yerdan message yozishimiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz, majburiy emas. Va send tugmachasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, logsda ham yuborildi degan yozuv paydo bo'ldi. Endi tekshiramiz. Telegramga kirib olamiz va ko'rishingiz mumkin, biz yozgan xabar hamda yuborgan invoice kelibdi. Va endi Telegram ichiga kirib ko'rishimiz mumkin, u yerda message logs da bizning yangi foydalanuvchining loglari ham ko'rinyapti. Biz nima yuborganimiz hammasi ko'rinyapti. Kim orqali yuborilgani. Shu bilan Telegram va Odoo integratsiyasi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Salomat bo'ling.